bolalarning uyqusi. Yosh bolalarni kuzatinglar, uxlatish muammoga aylanib qoldi. Zombiga o'xshaydi. Va uxladi, majburlab xonasiga yotqizib, jonida o'sha yotmagunizcha uxlamaydi. 11 bo'lsa, 11, 12 bo'lsa, siz yurgunizcha yuraveradi. Endi o'zimizni yoshligimizni eslaylik. Yosh kattalar bor, bizning yoshimiz ham 40 ga borib qoldi. Masalan, bizning yoshligimizda men eslayman, "Спокойной ночи, малыши" degan ko'rsatuv bo'ladi. Shu ko'rsatuv qish vaqtida 20:00 da, yoz vaqtida sal kechroq 21:00 da bo'lardi. 20:00 da boshlanadi, 20 daqiqa davom etadi. Men eslayman, shu "Спокойной ночи, малыши" multfilmi tugash arafasida biz ko'zimiz ketib uxlab qolgan bo'ladi. Oyim kirib, "Borib turib joylaringga yotinglar. Masalan, sudrab yurmay, yana ko'tarib dirdilar. Amallab sekin joyimizga borib, karavatimizga yotib olardik. Qarang, bu degani 8:30-9 da hamma uxlab bo'lardi. Ertalab bemalol 6:30-7 da tetik holatda maktabga turiladi. Hozir bolalarni uxlatish ulkan muammo va eng qizig'i turg'izish undan battar muammo. Uyquni to'g'rilash hozirgi kundagi dolzarb muammo. Shuning uchun farzandlaringizga nima qilish kerak? Uyquni to'g'rilash uchun sizlar harakat qilishingiz kerak. Vaqtliroq yotqizish, rejimga o'tkazish. Uning uchun siz o'zingiz o'sha rejimga o'tishingiz kerak. Demak 9 dan siz 21:00 dan uyqu harakatini boshlashingiz kerak bo'ladi. Va qilinglar. Sinov uchun bir oy qilib ko'ringlar, kim bu rejimdan chiqmaysizlar. Chunki sizning organizmingizda bo'ladigan ijobiy o'zgarishlarni, farzandingizda bo'ladigan ijobiy o'zgarishlarni ko'rgandan keyin hayron qolasiz.